5 xil turdagi odam namoz o'qimasa bo'laverar ekan, ularga uzri bor ekanda. Bir zamonda bir boy bo'lar ekanda, juda ham bir qo'li ochiq, saxiy, hammaga yordam qilib yuradigan, axloqi ham bir go'zal, halim odamlarga nisbatan bir chiroyli muomala qiladigan. Lekin namoz o'qimas ekan. Bir kun shu imomning huzuriga borib, "Ey hazrat" debdi, "Mana bilasiz, axloqim joyida, saxiyman, odamlarga ehson qilaman, sadaqa beraman, lekin shu namoz o'qiy olmayman. Shunga bir uzr topib bersangiz, nima qilsam bo'ladi?" Siz imom aytgan ekan, "Hazrat degan ekan, menga bir muddat vaqt bering. 4 ta mazhabni bir kitoblarni ko'rib chiqing, albatta sizga yo'l topib beraman." Biz xo'p bo'p deb ketgan ekan. Bir muddat vaqt o'tgandan keyin chaqirib, "Sizga men yo'l topdim. Sizga xo'sh nima ekan yo'li?" desa, 5 ta odam namoz o'qimasa bo'laverar ekan degan ekan. Kimlar ekan desa, birinchisi balog'at yetmagan, bolalar o'qimasa bo'laverar ekan. Siz qizig'imiz, men katta odamman-ku. Siz shoshilmay ikkinchisini eshiting. Ikkinchisi nima ekan desa, ikkinchisi hayvonlarga mumkin emas ekan namoz o'qish, farz emas ekan hayvonlarga desa, xafa bo'lib, "Men odamman-ku, nima deganing bu?" Uchinchisini aytsa, uchinchisi degan ekan, kofirlarga namoz farz emas ekan. "Sen nima deganing? Men musulmonman deb o'zimga islomni nisbat beraman." To'rtinchisini aytsa, to'rtinchisi degan ekan, aqli zaif jinnilarga o'qimasa bo'laverar ekan. "Sen nima deganing? Men aqlim, hushim joyida, sadaqalarni qiladigan, aqlim bilan maqtanadigan odamman" desa, beshinchisi ham bor ekan. Beshinchisi nima desa, o'liklarga farz emas ekan namoz degan ekan. Siz ham agar mana shu 5 tasidan bittasi bo'lsangiz, o'qimasangiz bo'laverar ekan bemalol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va